Cho'milishning bir nechta foydali tomonlari bor, lekin foydali ekan deb duch kelgan joyga cho'milishning oxiri yomonlik bilan, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, baxtsiz hodisalar bilan tugashi mumkin. Shunday ekan, hurmatli fuqarolar, farzandlaringizga e'tiborli bo'ling va suv tez oquvchi taqiqlangan joylarda mutlaqo cho'milishmasin. Yo'qda cho'milish mumkin emasligini bilasizmi? Zina qo'yilmagan bo'lsa, qo'yilgan bo'lsa-ga cho'milmaymiz. Qo'yilgan bular yo'q. Bu yoqda bilmadim. Birinchi kelishimiz bilan. O'qishga ketdim deb kelib turmaydi cho'miladigan bo'lsa, bir holat bo'ladigan bo'lsa, sizni uyingizdagilarga bu narsani yetkazish biz uchun qiyin. Oxirida o'zingizni yaqinlaringiz qiynalib qoladi. Ya'ni azob tortib qoladi. Shuning uchun bu joylarda cho'milmaydi. Ba'zi bir voyaga yetmagan, ya'ni maktab o'quvchilari, undan kattalar belgilangan joyda cho'milish holatlari aniqlanib turibdi. Bu cho'milish holatlaridan turli xil ko'ngilsiz hodisalar yuzaga kelgan. Har birimiz shu belgilanmagan joyda cho'milmaslik to'g'risida targ'ibot-tashviqot ishlarini amalga oshirib olsak, turli xil ko'ngilsizlik yoki baxtsiz hodisalarning oldini olgan bo'lar edik. Hurmatli ota-onalar, yurtimiz hamshaharlari, ichki ishlar organlari xodimlari, favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari, umuman olganda huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari faqatgina sizning farzandlaringizni xavfsizligi uchun tunu-kun xizmatda bo'lishadi. Bu haqida juda ko'p gapirganmiz. Endi e'tibor bering. Farzandingiz ayni mana shu taqiqlangan suv havzalarida cho'milish oqibatida vafot etsa, keyin nima bo'ladi? Shu haqda o'ylab ko'ring va farzandlaringizga e'tiborli bo'ling. Nazoratni kuchaytiring.